Hayot madrasasi. Subhidam. Muallif Gulbahor Rahmatullayeva. 13-qism. Abdumajidning ham, Suyumaning ham taqdiri bir-birlarinikiga shunchalar o'xshash ediki, ikkovlari ham kamdan kam insonga nasib etilmish chin muhabbat sohibi bo'lishgan, sevishgan, sevilishgan va muhabbatlaridan bir umrga judo bo'lishgan edi. Ikkovlari ham ko'ngillari majruh insonga aylangan edilar. Voy, uxlab qolibman. Suyuma tong otib ketganda ko'zlarini ochdi-yu, shosha-pisha otlanib hovliga yugurdi. U eshikni ochishi bilan hayratdan dong qotdi. Ko'zlariga ishonmadi. Sababi Abdumajid o'zi uchun rezina ichakni ulagancha hovliga berilib suv separ, hamma yoq orastalikdan yaraq-yaraq qilardi. Assalomu alaykum. Suyuma hijolatli yer chizdi. Uzr, uxlab qolibman. Va alaykum assalom. Buning uchun uzr so'rashga hojat yo'q. Qo'shnilar nima deb o'yladi ekan-a? Yangi kelin rosa boqi beg'am ekan deyishgandir. Bilmadim, dedi xotirjam Abdumajid. Ularning xayollariga kirib chiqa olmayman-ku. U Suyumaning bo'shashib qolganini ko'rib, taskin ohangida so'z qotdi. Qo'yaver. Ular seni yosh bolang borligini bilishadi. Suyuma jilmaydi. Men choy tayyorlay bo'lmasa. Suyuma oshxonaga kirganda stolni usti nonushta uchun bezatilib, tayyor qilib qo'yilganligiga ko'zi tushdi. Hatto termosga choy ham damlanib qo'yilibdi. Suyuma endi rostmanisiga uyaldi. U bir zum dasturxonga tikilib turdi-yu, indamay Robiya uxlab yotgan xonaga kirib ketdi. Choyga chiqasizlarmi? Abdumajid oshxonadan turib Suyuma va bolalarni chaqirganida ichkaridan "Hozir" degan ovoz keldi. Ko'p o'tmay ostonada Shahzod ko'rindi. U chopqillab kelib Abdumajidning bo'yniga osildi. "Assalomu alaykum adajon, yaxshi yotib turdingizmi?" Shahzod shunday deya turib, adasining ikki yuzidan cho'lpillatib o'pib qo'ydi. Abdumajid uchun bu kutilmagan hol edi. U anchadan buyon bunday o'zi nima deb atashni bilmayotgan qaynoq tuyg'uni tuymagan edi. Ko'p o'tmay ostonada Robiyani ko'tarib olgan Suyuma ko'rindi. U Robiyani shunaqa chiroyli kiyintirib, tarantirib qo'ygan ediki, ko'rgan odam beixtiyor "Voy, bu qizning asalligini" deb yuborishi tayin edi. Suyuma Robiyaga och pushti ko'ylak kiydirgan, qo'ng'iroq sochlariga rangli tasmalardan bantikchalar taqib tashlagan edi. Robiya ham kelishi bilan adasiga intildi. "Ayya!" Abdumajidning yuzlariga tabassum yoyildi. Mahzun ko'zlariga nur ingani sezildi. U Robiyani qo'liga olar ekan, "Robiya qizim, yaxshi uxlab turdimi? Endi nannasini yeb oladimi?" deb aylanib o'rgulib erkalar edi. Nonushtadan keyin Abdumajidni qandaydir xayolchan ko'rgan Suyuma asta so'radi. "Tinchlikmi? Bezovta ko'rinasiz." "Tinchlik. Shu ishga borsammikin yo bugun ham uyda qolsammikin deb o'ylayapman." Suyuma ham unga qo'shilib o'ylashgan bo'ldi. "Agar bormasligingiz mumkin bo'lsa, unda uyda qoling. Bolalar xursand bo'lishardi." Aslida Abdumajidga ham shu kerak edi. U uyda qolishga Suyumadan hijolat tortayotgan edi. Ammo uning so'ziga kirib noiloj ko'ngan bo'ldi. Abdumajid farzandlari davrasida kechgacha yayradi. U ayniqsa Robiya o'zi bilan chiqishib qolganidan xursand bo'lar. Uni "O'zimni asal qizim" deya erkalashdan bo'shamas edi. Abdumajid yerto'ladan Shahzod bolaligida uchgan arg'imchog'ini atay topib chiqdi. Uni hovlidagi o'rik shoxiga o'rnatib, Robiyani uchira boshlaganida qizalog'ining qanchalik xursand bo'lganligini ko'rib, o'zi ham baravar quvonchni his qilar edi. Abdumajid anchadan beri otalik baxti deb atalmish bu tuyg'uni his qilmagan edi. Oradan bir hafta o'tib Suyuma ishga ketayotgan Abdumajidga iymanib savol tashladi. "Mabodo bugun bizni uyimizga bir kirib o'tolmaysizmi? Tinchlikmi Suyuma?" Suyuma unga nima deyishni, ko'ngildagini qanday tushuntirishni bilmay kalovlandi. "Shu desangiz, eshitaman. Bilasizmi, meni uzatib kelishganlarida, xullas, faqat yaltir-yultir kiyim-kechaklarni olib kelishgan ekan. Ochig'i shu issiqda bu kiyimlar juda jonimdan to'ydirdi. Shunga uyda qolgan oddiy kiyimlarim va tikuv mashinamni olib kelib berasizmi degandim.
oyijonimlarga qo'ng'iroq qilib qo'yardim, xo'p desangiz. Suyumi, kiyim tikasanmi? Demoqchimanki, tikuvchilikdan xabaring bormi? Yo'q, unchalik professional darajada emasman. Shunchaki havaskorman. Keyin anchadan beri tikmay ham qo'ygandim. Uyda zerikkanda bir ermak qilsam degan edim-da. Abdumajid o'ylanib qoldi. Keyin Suyumaga qat'iyat bilan so'z qotdi. Suyuma, otlan. Bolalarni ham kiyintir. Qayerga? Ishingizchi? U yerda o'zim xo'jayinman-ku. Bilasan, xo'jayinlar ishga bormasa, ishxona yumushlari yuzasidan yurgan bo'ladilar. Abdumajid xo'p deb ichkariga kirib ketayotgan Suyumani to'xtatdi. Ha, aytgancha Suyuma, ichkaridagi javonda Rayhon opangdan qolgan ancha kiyim bor edi. Senga sig'ishi kerak edi. Abdumajidning ovozida o'zgarish sezildi. Suyumaning ham yuziga mahzunlik soya sola boshlagan edi. Ularni kiya olmayman. Kechir Suyuma, kiyging kelmasa o'zing bilasan. Ularni kiygim kelmagani uchun kiymoqchi emasman. U kiyimlardan opamning hidlari kelib turibdi. Men ularni kiysam, yuvsam, ularning iforlari ketib qoladi. Shunga men bu uyga kelganimdan buyon har kuni bu kiyimlarni bag'rimga bosib, opamni. Suyumaning ko'zlarida yosh g'iltillay boshladi. Abdumajidning ham ahvoli unikidan kam emas edi. Abdumajid ham xuddi Suyuma kabi Rayhonni sog'inganida o'zining shunday ish tutishini esladi. U bu taklifni qaydan ham aytdim deb o'z-o'zidan norozi bo'ldi. Ammo Suyuma ichkariga kirgach, bekorga Abdumajid akani kayfiyatini buzdim. Yaxshisi hozir yoniga chiqqanimizda ko'nglidan chiqarib yuborish kerak. Axir bo'lib o'tgan ishlarda uning zarracha aybi yo'q-ku, degan to'xtamga kelgan edi. Suyuma tezda bolalar bilan birga otlanib tayyor bo'lib chiqdi. Abdumajid ularni olib yo'lga tushdi. Suyuma Abdumajid bizni uyiga olib ketyapti deb o'ylagandi, ammo mashinada shaharning qoq markaziga qarab yo'l olganligini ko'rib hayron bo'ldi. Ammo savol berishdan o'zini tiydi. U Abdumajidning mashinasini Oynavand magazin binosining yonida to'xtatganida allanimalarni tushungandek bo'ldi. Magazin hashamatiga ko'ra narxlari baland ekanligidan darak berib turardi. Abdumajid ularni magazinning ayollar kiyim-kechaklari bilan savdo qiladigan bo'lmasiga yetaklab borganda, Suyumaning ko'nglidan shu yerga kelish shartmidi degan o'y kechdi. Abdumajid sotuvchi ayol bilan yengil salomlashgan bo'ldi-yu, unga Suyumani ko'rsatib, yengil, uyga kiyishga mo'ljallangan kiyim tanlab berishni so'radi. Ayol xo'p deb bosh irg'adi-yu, Suyumani o'lchamini so'rab olgach, uni yoniga aytilgan tipdagi kiyimlarni bir uyum qilib to'ldirib tashladi. Suyuma bu kiyimlarni narxi yaxshigina pul turishini bilganligi uchun tanlashga ham ikkilanib turib qoldi. U Abdumajidning o'zi uchun harakat qilayotganidan va buni o'zi so'rab olgandek bo'lib qolganligi uchun qattiq xijolatga tushgan edi. Abdumajid Suyumadagi ushbu holni sezgan chog'i o'zicha qon ishga kirishdi. Oradan ko'p o'tmay Suyumaning shuncha kiyim kerak emas deb bildirgan e'tirozi inobatga olinmasidan bir dunyo kiyim-kechak xarid qilinib mashinaga joylandi. Keyin bolalar bo'limidan Shahzod va Robiya uchun ham xaridlar qilindi. Suyumaning o'zingiz uchunchi biror narsa olmaysizmi degan savoliga Abdumajid bir jilmaydi-yu qo'ydi. Ular qayta mashinaga o'tirganlarida Abdumajid endi sizlarni bir mehmon qilay dedi-yu, shinam yemakxonaga olib bordi. Ular borgan joylarida bolalar o'ynashlari uchun ajoyib burchak qilingan ekan. Dam olish kuni bo'lmaganligi uchun joylar bo'sh, yemakxonada 2-3 stol band qilingan, ammo yosh bolalardan Shahzod bilan Robiyadan boshqa hech kim yo'q edi. Shahzod Robiyaning qo'lini ushlagancha darrov o'yinchoqlar uyib tashlangan joyga yugurdi. Abdumajid bilan Suyuma esa ularga yaqin joydagi stolni band qildilar. Bolalar ham anchadan beri uydan chiqishmagan edi, dedi Suyuma taom buyurtma qilayotgan Abdumajidga qarab. Abdumajid Suyumaga xayrixoh boqdi. Ha, o'zi 1 yoki 2 haftada mana shunday sayrga chiqib tursak bo'larkan. Nima deysan Suyuma? Bilib turib so'ramang, albatta jon deymiz. Mumkin bo'lsa keyingi safar hayvonot bog'iga olib borsangiz. Bolalar,
Ayniqsa Robiyani jonli hayvonlarni ko'rgan vaqtidagi yuz ifodasini bir ko'rsam degandim. O, zo'r fikr. Bugun olib borardim-u, endi kun isib ketdi. Ha, to'g'ri aytasiz, endi kech. Suyuma, bir narsani so'rasam maylimi? Nimani? Meni kim deb chaqirishni hal qilmadingmi mabodo? Sulton Sulaymon. Yo'q, bu juda balandparvoz bo'lib ketadi. Hazillashdim. Menimcha Abdumajid aka deyman. Shunisi ma'qul. Shunga nima deysiz? Mayli, aytishga qiynalmasang bo'pti. Ha, bir amallarimiz. Suyuma, bir gap gapirsam. Voy pochchi-ey. Kechirasiz, Abdumajid aka. Doim mujmal gapirib yurakni ezib yuborasiz-da. Qo'shnimiz Rixsi kelinoyi shap-shap deguncha shaftoli de qo'y derdilar. Siz ham shaftoli deyavering. Abdumajid qo'lidagi qoshiqni o'ynagancha sekin gapira boshladi. Suyuma, ochig'i bu gaplarni aytish biroz noqulay. Suyuma, men seni bir ayol sifatida emas, bir do'st sifatida, hamroh sifatida qadrlasam degan edim. Ochig'i, men seni Rayhonni o'rniga qo'ya olishim, men bunga tayyor emasligimni bilsang degan edim. Abdumajid aka, bo'ldi gapirmang. Barchasiga tushundim. Men sizga ochig'i shu iqroringiz tufayli sizdan juda ham minnatdorman. Men ham xuddi siz kabi holatdaman. Suyumaning boshi egildi, ammo ko'p o'tmay Abdumajidga qarab kulimsiradi. Robiyani qarang, Shahzod ikkisi rosa yayrashyapti. Bilasizmi, Abdumajid aka, shu Robiyani yoniga bora boshlaganingizda uni sizdan biram qizg'anaman-ey. Iloji bo'lsa, qo'limda bitta miltiq bo'lsa-yu, paq etib otib tashlasam derdim. Abdumajid Suyumaning beg'uborligidan zavqlanib kuldi. Obbo Suyuma-ey, yaxshiyam miltiq yo'q ekan-a uylaringda. To'xtachi, hali Robiya meni aya deganiga ham asablaring qaqishayotgan bo'lmasin. Nima deb o'ylovdingiz? Albatta-da. Unda unga meni ada deb chaqirishini o'rgat. Shunda tafting bosiladi. Yaxshi taklif, ofarin. Ular barchalari ovqatlanishga kirishganlarida Abdumajid taklif kiritib qoldi. Suyuma, shu desang hozir sizlarni uyingizga tashlab ketsam, hali ishdan bo'shaganimda olib ketardim. Adamlar va oyimlarni sog'ingan bo'lsang kerak. Bunga nima deysan? Suyuma juda xursand bo'lib ketdi. Nima deyishim mumkin? Jon deyman. Abdumajid xizmat ko'rsatayotgan ofitsiantni chaqirib, yana kabob va pishirilgan tovuq buyurdi. Keyin o'ziga savol nazari bilan boqqan Suyumaga izoh berdi. Qutlug' uyga quruq borib bo'lmas. Yo'lda Abdumajid Suyumani yana hayron qoldirdi. Suyuma, senga kiyim olib berganimni uyingdagilarga aytmay qo'ya qol. Kiyimlar mashinada tura qolsin. Hali uyga borganda olarsan. Nimaga? Noqulayda, xuddi senga narsa olib berib maqtanishga borgandek bo'lib qolmaylik. Suyuma Abdumajidga minnatdor boqdi. Xo'p bo'ladi, siz nima desangiz shu. Abdumajid Suyumani yosh qizaloq sifatida qabul qilgan edi, ammo uning ham ko'nglida bir olam armoni borligini, bunga aynan o'zi sabab ekanligini tasodifan bilib dahshatga tushdi. Bir kuni tushlik vaqti uyga kelgan Abdumajid uydagilarga syurpriz qilish maqsadida ko'cha eshikni o'z kaliti bilan ochgancha ohista hovliga kirdi. Uning diqqatini tortgan narsa uy ichidan eshitilayotgan hazin qo'shiq bo'ldi. Abdumajid asta ochiq deraza atrofiga yaqinlashib, uni tinglay boshladi. Bu qo'shiq Sumbula edi. Qo'shiq baland qilib qo'yilgan edi. Abdumajid qiziqib oynadan ichkariga razm soldi. Ichkari uyda Suyuma Sumbulaga raqs tushar edi. Abdumajid ilgari Suyumaning raqs tushganini hech ko'rmagan edi. Suyuma shunday xirom aylar ediki, u o'zi ham qo'shiqqa qo'shilib kuylar va raqsga tusha turib, o'ksib yig'lar edi. Ko'zlarida bir olam ishq, bir olam hijron, bir olam sadoqat, bir olam sog'inch mujassam edi. Ko'zlaridan yosh emas, armon duv-duv to'kilar edi. Aslida raqs tushayotgan Suyuma emas edi, u ushalmagan orzu edi. Raqs tushayotgan Suyuma emas, qovjiragan, xazon bo'lgan muhabbat edi. U raqs tilida barini aytib qo'ygan edi. Suyumaning raqsini ko'rgan Abdumajid adoyi tamom bo'lgan edi.
Axir Abdumajid nafis san'at olimi vakili edi. U qaysi joyda soxtalik, qaysi joyda haqiqiy ijro borligini miridan sirigacha o'qiy olar edi. Abdumajid bu borada bir zumda aniq xulosa chiqara olar edi. U Suyumaning kimnidir juda qattiq sevganini va eng yomoni o'zi tufayli bu muhabbatidan voz kechishga majbur bo'lganligini allaqachon o'qib bo'lgan edi. Abdumajid shu vaqtda Suyumaga ta'zim qilib ketgisi keldi. Nahotki kimningdir yarimta ko'nglini to'ldirish uchun o'zini tirik qurbon qilish mumkin bo'lsa, agar u ko'ngil bergan inson uchun ham Suyuma shu qadar qadrli bo'lmaganida, hozir qarshisida raqs ijro qilib turgan bu parivash bunchalik dard chekmagan bo'lardi. Abdumajid shular haqida o'ylar ekan, o'sha yigit uchun ham kuyib ketdi. Birgina Rayhonim uchun kuyganim kammi edi? O'rtanib o'yladi u. Suyuma uchun Yaratganning dargohida qanday javob beraman endi? Bu yuk bilan bundan bu yog'iga qanday yashayman? Qanday? Abdumajid shu daqiqalarda qo'shiq tugaganini, ammo Suyuma o'zi kuylab raqs tushishdan to'xtamayotganligiga e'tibor qaratdi. Ovoz ham shunchalik hazin bo'lar ekan-a? Ovoz ham shunchalik dardli bo'lar ekan-a? Ovoz ham shunchalik sotqin bo'lar ekan. Bo'lar ekan. Suyuma chir aylandi-yu yerga tizzalab qoldi. U qo'llarini osmonga cho'zgancha shu qadar shashqator yig'lar ediki, Suyuma qadamiga gullar ochilishi kerak bo'lgan mahbubini shunchalar sog'ingan ekanki, Abdumajid bu dunyoga kelib o'zini hech qachon bu darajada gunohkor hisoblamagan edi. Abdumajid shu topda Rayhonni taqdir mendan yulib olgan bo'lsa, Suyumani men taqdiridan yulib olibman deb o'ylar va ich-etini yer edi. U Suyumaning shugina yoshiga shu qadar fidoyi va bardoshli ekanligiga, mitti yuragiga shuncha ulkan muhabbatni sig'dira olganiga, eng asosiysi ushbu muhabbatini Shahzod va Robiya uchun qurbon qilganligiga hayratda qolgan edi. Abdumajid uyga kirishga, Suyumaga yuzma-yuz kelishga yuragi betlamadi, holi kelmadi. U hozir Suyumaga uchrashsa, o'zini ham, uni ham ahvoli bundan yomon bo'lishini his qilar edi. Abdumajid og'ir qadamlar bilan asta iziga qaytdi. U o'sha kuni kechga tomon uyga qaytayotganda ham kunduz kuni ko'rganlari ta'siridan chiqa olmagan. Kayfiyati juda ezg'in edi. Suyuma esa uning atrofida parvona bo'lar, kasal bo'lib qolmadingizmi? deya kuyunchaklik bilan holini so'ragan sari Abdumajid bor ovozida dod solgisi kelar. Ammo har doimgi kabi bu safar ham bu imkondan mahrum edi. Mahrum. Abdumajid endi Suyumani avvalgidan ham o'ziga yaqin olar. Imkoni bo'lsa-yu uning uchun dunyoning bor yaxshiligini qila olsam degan kayfiyatda bo'lib qolgan edi. Suyuma, "Labbay, Abdumajid aka. Uyda zerikkandek bo'lmayapsanmi?" Suyuma jilmaydi. "Yo'q, bolalar bor-ku. Shahzod maktabga chiqadi-yu bu yil, shunga u bilan shug'ullanyapman." Suyuma, "Xohlasang, ertaga magazinga borib, Shahzod uchun rangli qalam, rasm daftar, yana dars qiladigan stul olsak, nima deysan?" Suyumaning ko'zlari chaqnadi. "Har doimgidek jon deyman. Nima yana? Aytaver." Robiyamizga bitta velosipedchi olib bera olasizmi? Kecha ko'chada qo'shni bolalarnikini uchib ko'rib, biram tushkisi kelmadi." "Bori shumi? Sen yaxshisi yana nimalar kerakligini o'yla. Ro'yxat qilib qo'ysang, hammasini bir yo'la olib kelamiz." "Albatta, siz aytasiz-u, men yo'q der ekanmanmi? Xo'p bo'ladi-da." Abdumajid yana o'ylandi. "Suyuma, aslida men boshqa narsani nazarda tutib gap boshlagan edim." Suyuma indamadi. Chiroyli qoshlarini kerib, Abdumajidning nima demoqchi ekanligini kutdi. "Suyuma, meni ijodxonam doim qulflangan turadi. Ammo sen sababini so'ramading. Bunga sabab u yerda kerakli hujjatlar, rejadagi loyihalar, hamkorlik shartnomalarining bir nusxasi turadi. Ammo bu muhim emas. U yerda yog'ochga naqsh o'yish uchun tig'li anjomlar bor, keyin har xil moy bo'yoqlar. Shu sababli bolalar kirmasligi uchun u yerni qulflab yuraman. Bu xotirjam bo'lishim uchun albatta. Bilasanmi, u yerda juda ko'p durdona asarlar bor.
Sa'diy Sheroziy, Navoiy, Bobur, Mashrab, Maxtumquli, Nodira Begim, Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Oybek, Said Ahmad, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, O'tkir Hoshimov. Bu ijodkorlarning juda ko'p kitoblari alohida javonda turibdi. Agar xohlasang, ularni olib o'qishing mumkin. Kalit eshikning tepasidagi burchakda kichikkina teshik bor, o'sha yerda. Abdumajid aka, "Xo'p, siz menga hozir shunchalik qimmatli sovg'a berdingizki, so'z bilan ta'riflashning iloji yo'q, ammo u yerda o'tirib kitob o'qishimning iloji yo'q. Maylimi, bitta-bitta olib chiqib, bolalar uxlagan vaqtda o'qisam, bilasiz, ularni uzoq vaqtga yolg'iz tashlab keta olmayman." Albatta Suyuma, bu seni ham uying. Shunday bo'lgach, kitoblarda endi sen ham haqqing bor. Faqat ularni oshxonaga. Nima? Oshxonaga? Tushunmadim. Nima uchun oshxona deyapsiz, Abdumajid aka? Abdumajid bir qizarib, bir bo'zarib so'zlay ketdi. So'rama. Aytsam tilim kuyadi, aytmasam dilim. Anavi to'g'ridagi qo'shnimizni kelini bor-ku, ha, o'sha O'rinboyni ayoli Zamira. O'sha kelin o'qishga kiraman deb bir kuni taniqli yozuvchining kitobini imtihonga tayyorlanish uchun so'rab olganda, men ham ha mayli savob bo'lar deya, xo'p deya bera qolgan edim. 2 haftalarda olib chiqib berdi. Kitobni xonaga olib kirib, stolni ustiga joylab chiqib ketdim. Kechga yaqin xonada ijod qila turib, oradagi tanaffusda bir kitob o'qiy deb ichini ochganimni bilaman. Xo'sh, so'rama. O'sha kelin kitob o'qib turib ustiga achchiq-chuchuk yeganmi nima balo, varaqlari qapishib ketgan, orasida pomidorni ham, piyozni ham, parrakchalarini topib olsam degin. Bechora kitobning yozuvlari o'sha sabzavotlarning shirasida o'chib ham ketibdi. Bir tutadim. Bir amallab tongni ottirdim-u, qo'shnimnikiga o'qdek uchdim. Kelin demagan, o'laman Sattor, bu ishni men qilganim yo'q deb turib olsa degin. Qo'limdan hech bir ish kelmadi. Xullas, har safar kitob haqida gap ketsa, esimga birinchi o'rinda shu voqea tushadi. Suyuma ham Abdumajidga qo'shilib, na kulishni, na kuyishni bilmaydigan holatga tushgan edi. Bir kuni Shahzodning mashqlarini tekshirishga kirgan Abdumajid stolning bir chetida turgan oddiygina bloknotga ko'zi tushdi. Bloknotni ko'rinishi Abdumajidning e'tiborini tortgani bois uni varaqlab ko'ra boshladi. Varaqlash asnosida Abdumajidning qoshlariga tugun tusha boshladi. U hayratdan lablarini tishlagancha ko'zlarini varaqdan varaqqa tikar ekan, xayolida "Obbo Suyuma-ey, hali shunaqa iste'dodim ham bor degin" deya takrorlashni qo'ymas edi. Abdumajidni hayratga solgan narsa Suyuma tomonidan chizilgan eskizlar edi. Suyuma har bir varaqda bittadan qiz chizgan va uning ustidagi kiyim dizaynini o'zgacha modellashtirgan edi. U qizning soch turmagi, pardozi, boshiga kiyiladigan bosh kiyimi, libosi, unga mos tushadigan poyafzali va taqinchoqlarini shu darajada uyg'unlashtirib ishlab chiqqan ediki, Abdumajidning bergan bahosi bo'yicha bu ish uncha-muncha mohir dizayner stilistning ham qo'lidan kelmas edi. Bu faqatgina tug'ma iste'dod egasining qo'lidan keladigan ish, o'yladi Abdumajid. Bu iste'dodga yo'l ochmasam, buning uchun qancha gunohga qolishimni tasavvur ham qilib bo'lmasa kerak. Tavba, liboslarni bir-biriga qarab ko'zing qamashadi-ya. Ammo Allohning suyukli bandasi ekanman-da. Kechagina Moldoviyada o'tkaziladigan turli millatlarning milliy zamonaviy liboslar tanloviga ijodiy ish topshirishimizni so'rashgan edi. Kun bo'yi qo'limda bor ishlarni solishtiraverib, ko'zlarim qamashib ketgandi. Ammo tanlagan nomzodlarimning uchalasining ham ijodlari bir-biriga o'xshar ekan. Demak, ijodiy ishi 3-o'rinda ketayotgan qizning ishlarini Suyumaning ijodiy ishlari bilan almashtiraman. Suyuma! Abdumajidning ovozi odatdagidan qattiqroq eshitilgani uchun Suyuma hayallamay xonaga kirdi. Labbay, tinchlikmi? Abdumajid hayajon bilan entikib gapira boshladi. Suyuma, hamma ishingni yig'ishtir. Abdumajid eskizlarni tanlay boshladi. Menga mana bu, yana bunisini ham, keyin buni ham, mana shu 3 ta eskizingni tonggacha katta oq qog'ozga ko'chirib berasan. Bo'yash ishlariga o'zim qarashib yuboraman. Abdumajid aka, hech nimaga tushunganim yo'q. Iltimos, bu ishni nima uchun so'rayotganingizni bilsam bo'ladimi?
Suyuma, hozir tez ishga kirishish harakatini boshla. Qolgan ma'lumotlarni yo'l-yo'lakay tushuntirib beraman. Suyuma Abdumajidga javdirab qaradi, ammo e'tiroz bildirmadi.